O'rtoqlar, mana hozir yomg'ir yog'yapti, lekin yomg'ir emas, xuddi loy yog'ayotganga o'xshaydi. Ujas! Nima qilsa bo'ladi bu ekologiya bilan? Har bittamiz bittadan хотя бы daraxt eksak ham, menimcha ekologiyaga ancha foydamiz teggan bo'ladi. Klimat просто ужасный, я не могу. Ham qaranglar, вообще loy прям loy yog'yapti, loy. Nima qilamiz aytinglar mana, kommentariyada yozinglar. Menimcha dunyo bo'yicha eng isqirt havo bo'yicha biza hech ham birinchiliklarni bermayapmiz. Nimadir qilish kerak lekin buni. Chunki chetga chiqib kelib bitta O'zbekistonga kirsangiz sразу bilinadi. И mana chetdan ham kelayotganingizda samolyotda shundoq tepada bulutdek chang kir havo turadi bilan. Buni nimadir qilish kerak o'rtoqlar. Nafas olish qiyinlashyapti, tomon bo'g'ilyapti, kasalliklar вообще ko'p. Allergiya ham juda ham kuchli. Nima qilamiz buni? Очиститель воздуха bor-ku, uydagi mana bu ofisdagi ishlayotgan. Просто dotlayapti, честно. Mana qaranglar, kiyimimiz ustini loy yog'yapti, loy. Qo'ynay dedim.